Kecha 16-may kuni Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi korxonada ammiak moddasi sizib chiqishi bilan bog'liq favqulodda holat yuz berdi. Muxbirimiz darhol holat tafsilotlarini o'rganishga kirishdi. Islom Nishonov Farg'onadan xabar qiladi. May kuni soat 20:30larda Qo'qon shahrida joylashgan sobiq Superfosfat, hozirgi Indorama Kakant Fertilizers and Chemicals korxonasida suyuq ammiak moddasi sizib chiqishi bilan bog'liq favqulodda holat yuz berdi. Zavod ma'muriyati ma'lumotiga ko'ra, temir yo'l orqali olib kelingan ammiak kislotasi poyezd sisternasidan maxsus sisternaga bo'shatilayotgan paytda shlangda yorilish hosil bo'lib, taxminan 10% modda havoga tarqalgan. Holat yuz bergan joyga zudlik bilan Milliy gvardiya harbiylari, ichki ishlar va favqulodda vaziyatlar xodimlari jalb qilindi. Barcha kuch va texnik vositalar yordamida favqulodda holatni bartaraf etishga kirishildi. Havodagi zaharlanishdan zararlangan zavod atrofida yashovchi aholi vakillariga zudlik bilan tez tibbiy yordam ko'rsatilib, bir nechta fuqarolar shifoxonaga olib ketildi. Bu orada ijtimoiy tarmoqlarning Qo'qon segmentiga xos kanallarda jarayonlar bilan bir qatorda atmosferaga ammiak kislotasi tarqalganda zararlanmaslik uchun ko'riladigan chora-tadbirlar haqida ham ma'lumotlar berib borildi. Ayni damda soat millari 22:30 ga qarab ketmoqda. Biz Kakant Fertilizers and Chemicals korxonasi yonida turibmiz. Guvohi bo'layotganingizdek, bu yerda vaziyat ancha iziga tushgan. Havoda zararli modda miqdori deyarli qolmagan. Bungacha tegishli kuchlar tomonidan zarur choralar ko'rildi. Atrof bo'ylab maxsus kimyoviy ishlov berilgan suvlar sepildi. Biz jarayonga guvoh bo'lgan yurtdoshlarimizni suhbatga tortdik. Zavodga yaqinroq svetofor edi. Bexosdan hid bilindi. Hid bilingandan keyin yo'q desam, shopir birinchi betini bekitdi. Bunday qilib betini bekitdi. Desam, keyin o'tirib turib men haqiqatan sasyapti, juda qattiq sasyapti dedimda. Keyin men ham bekitdim betini. Bunday qilib bekitdim. Qaytdir yo tutadi, qaytdir yondi deb o'yladik. Haqiqatan nafas olmaydigan darajada sasib ketdi. Uyda o'tiruvdik, ximiyaviy moddaga o'xshab, leba kuyindini hidi kelgan holatini sezib, darrov og'iz burunlar bekitib, oynalarni bekitib, vahimaga tushgandek bo'ldik. Shundan keyin ijtimoiy tarmoqlardan xabar keldi, hammasi iziga tushgan degan. Oynalarni, eshiklarni ochdik, hovliga chiqdik. Eski tabiiy holatda o'zini o'rniga tushgan havolar. Rasmiy ma'lumotda 7 ta, boshqa bir ma'lumotda esa 10 nafar fuqaro shifoxonaga murojaat qilganligi, tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ahvollari yaxshi bo'lganligi bois uyiga ruxsat berilganligi xabar qilindi. Shoshilinch tibbiy yordam shifoxonasiga borganimizda esa vaziyat boshqacharoq ekanligini bildik. 20:40 da chaqiruv kelib tushdi. Biz 7 daqiqada yetib bordik. Zararlanganlar endi shu zavodda atrofidagi aholilarda chaqiruv kelib tushgan xonadonlarga asosiysi kirdik. Mukammal darajada yordam ko'rsatdik. Olib chiqdik evakuatsiya qilib. Hozircha bir taxminiy 20-30 taga yaqin holatda, hammasi o'sha situatsion holatda, bu vaqtincha holat. Bartaraf bo'lib, hammasi yaxshi bo'lib joyiga tushib ketadi. Insayderlarga ko'ra, shifoxonaga murojaat qilganlar shifokor aytgandan ham 2 barobar ko'p. Biz ichkariga kirib asl vaziyatni o'rganmoqchi bo'lganimizda, favqulodda holat bo'yicha kelgan fuqarolar qolmaganligi, hammasiga uyga ruxsat berilganligi aytildi. Bu gapga ishonchimiz 100% komil bo'lmay, qabulxonadagi ma'lumotlar bilan cheklandik. Shu o'rinda barcha tegishli xizmatlar kuch va vositalarining, ayniqsa tibbiyot xodimlarining mehnatlarini alohida e'tirof etmoqchimiz. Ular bor imkoniyatlarni ishga solishdi. Shu tariqa Qo'qonda, Qo'qon atmosferasida, Qo'qon osmonida vaziyat asta-sekin o'nglanib, iziga tushdi. Islom Nishonov, Iqbol Yusupov, Qo'qon shahridan maxsus.